Bitta uyimizni mebellari necha pulga to'ladi deb so'rayotgan obunachilarimiz uchun 85 kvadratli uyimiz. Buning ichiga hamma yo'q kiradi. Hozir bir marta ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Shu uyimizni narxi $10,000 dan $15,000 bityapti. Hozir biz ayni damda Bishkekdamiz. Shuning uchun dollarda aytyapman. O'zbek pulga qilib pulga chaqishinglar mumkin. Bu yerda krashinli ili shifonlar ishlagan, laminat. Yaqin olib kelinglar. Bir tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Buning ichiga nimalar kiradi? Mana katta TV zonalar, bu yerda kattalar olingan, to'liq smetalari bilan yozilgan. Pirofoshkalari. Bu yerga qaratsangiz, spalnisi hozir 3D holatda chizilgan. Bu ham o'ng tarafdagi nimasi, pirofoshkasi. Bu yerda zali, bu yerda ham TV zona, idlik polkalari bor ko'rayotganimizda, tezroq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Mana kattagina yana bitta zalimizda TV zona bor. Boshqa tomondan ko'rinishi. Mana shu kuxon deymiz. Mana dunyo brendiga taniqli Xetik zavodiniki. Mana ko'rinishlari, bundoshi bu yerda tayyor holatda. Bunlari ko'rinmaydi, og'ir bemalol ko'taradi, taglari laminatdan. Buni push varianti ham bor, idi ruchkada. Oshiq-moshiqlari yaxshisidan. Buni prostoylari ham bor, lekin o'sha mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Og'ir ko'tarishlar. Bu yerdagi oynalarimiz ham kalonli ishlatilgan. Bu shifon, bu yerdagimiz ana krashinli endi kombinatsiya bo'lgan. Bu yerda qilayotgan mebelimizdan arzoni ham, qimmatroqlari ham, xohlasangiz o'rtacha bemalol pulingizga qarab turib qilib berishimiz mumkin. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar Telegram, Instagramda.